O'quvchi ushbu JavaScript dastur kodini kompyuterga yozdi. Dastur ishga tushirilib, A o'zgaruvchiga qiymat sifatida 25689 soni kiritildi. Konsulga qanday natija chiqariladi? Ushbu dasturni tahlil qiladigan bo'lsak, let demak o'zgaruvchi e'lon qilyapti. A o'zgaruvchi bu yerda. Let o'zgaruvchilarni e'lon qilishda ishlatiladigan kalit so'z. Number demak bizga kiritilayotgan prompt bu satr ko'rinishidagi sonni butun songa aylantirib olish. A demak butun son sifatida dastur ichiga kiritiladi va yig'indi uchun s o'zgaruvchi qiymat sifatida 0 boshlang'ich qiymat berilyapti va while takrorlanish operatori beriladi. Takrorlash tanasi mana shu ikkita gullik qavs orasi bu while'ni takrorlash tanasi bo'ladi. While shart yolg'on bo'lgandagina keyingi mana console logga o'tadi. Agar shart rost bo'lsa, mana shu sikl to yolg'on bo'lguncha bajariladi. Bu yerda shart qo'yilgan a 0 dan kattami degan. Ya'ni a ning joyiga bizga hozir birinchi martada a teng 25689 soni kiritiladi. Mana shu son mana shu yerga keladi. Ya'ni 25689 demak kichik kattani 0 dan yoki o'z joyida qo'yib yozadigan bo'lsak 0 kichik 25689 danmi deyapti. Mana. Ha, shart rost va takrorlanish ichiga kiradi. Va bu yerda nima bo'lyapti? M o'zlashtirib olyapti. Mana shu 25689 ni o'nga bo'lib qoldig'ini olyapti. Faqat qoldiq mana shu yerda o'nga bo'lganda 9 bo'ladi. Ya'ni M 9 ni o'zlashtirib oladi va bu yerda S teng S plus M degani to'liq yozilishi S 0 ga teng, M mana bu qiymat 9 ga teng. Qo'shadigan bo'lsak, hozircha S ning qiymati 9 bo'ladi. Va mas bu matematik modul va trunk mana shu ichidagi funksiya. Ya'ni bu butun qismini olish. Hozir mana bu yerda bittalik bo'lish berilgan. Ya'ni bizda bo'lganda o'sha float bo'ladi natija, lekin bu o'sha floatni ya'ni butun qismini oladi. A bizda hozir mana shu 25689 ni 100 ga bo'lgandagi demak butun qismini oladi. Ya'ni A 25689 ni 100 ga bo'lib butun qismi 256 bo'ladi. Ya'ni butun qismini oladi. Va shu yerdan A endi shartga qaytadi. Hali konsulga chiqmaydi, chunki shart rost. Ya'ni shartga A qaytadi. Endi A ikkinchi martada bo'ladi, bu 256 bo'ladi. 256 yana M bu yerda kelayotgan 256 ni o'nga bo'lib qoldig'ini hisoblaydi, 6 bo'ladi. Va keltirib mana bu yerga 6 ni qo'shadi. 15. 15 bo'ladi va bu yerda endi 256 ni 100 ga bo'lib butun qismi. Ya'ni 256 ni 100 ga bo'lib butun qismi 2 bo'ladi. Va shartga 2 qaytadi. 0 kichik 2 dan. Ha. Demak M kelayotgan 2 ni o'nga bo'lib qoldig'ini hisoblasa, agar bo'linuvchidan kichik bo'lsa, natija sifatida bo'linuvchi o'zi olinadi. Ya'ni 2. M 2 ni oladi. 2 ni qo'shsak 17 bo'ladi. Va bu yerga 2 keladi. 2 ni 100 ga bo'lib butun qismi 0. Demak, A 0 ni olib qaytadi shartga. Endi shartga 4-martada 0 dan kattami degan shart bo'ladi. Shart yolg'on. Va while o'z ishini yakunlaydi. Console log s ga o'tadi. S ning oxirgi qiymati mana bu. 17. Demak, bizga 17 bu yerga keladi. Natija sifatida ekranga 17 chiqariladi. E'tibor bersak, mana shu berilgan sonni demak, ya'ni birinchi son mana 9 o'nga bo'lganda, keyin 100 ga bo'lgandagi butun qismdan qoldi 6 va 2. Mana shu sonlarning yig'indisini hisobladik. 9, 6, 2 yig'indisi 17 ga teng bo'ldi. Dastur natijasi mana shunday 17 ga teng bo'ladi. While bu yerda 3 marta ishlagan bo'ladi. Agar takrorlashda soni so'ralganda bizda 3 marta ishlaydi, ya'ni 25689 da, 256 da va 2 da 3 marta ishlaydi. 0 da takrorlanish tanasi bajarilmaydi, chunki bu shart yolg'on. Bunda takrorlanishning ichiga ya'ni kirmaydi. Natija 17 ga teng bo'ladi.